Nazım aytib o'tgan Ayparcha dastonidan bir parcha. Shunda Appa xo'ja Eshonni oldiga chaqirib, "Ey Eshanjon, men qanday qilsam farzand ko'raman" deb Eshon bobosining boshiga lekin qimmat kiyimlardan kiydirib, belli mekam kiydirib, sarpalardan javobtirib, ko'nglini toptirib, iniga bir xamiyan tillarni sochib Eshon bobojon, mening oqibatim shunday bo'ldi. Odamzotim bir tomondan bersan, bir tomondan qisat degani shundan ekan, mening oqibatim shunday bo'ldi, ikkovi dardini aytib turgan ekan pirga. Gülday solgan tarzım var. Xudayimdan 5 vakit namaz tarzım var. Ay bilgabima quloq soling Eshonim. Xudoy ay men jilayman tingla deyman arzim var. O'shay desam yo'qdir endi qanotim. Befarzand deb kulayatir yelatim. Men o'ylasam qaytar bo'ldi ya davlatim. Ay men jilamay kim jilasin dunyoda. Xudoy ota derga yo'qdir atang farzandim. O'ylay bersam kimga qoldi keragim. Farzand desam kuyib yonar yuragim. O'ylab zor qoqshayman Eshonim. Pirim yolg'onchida o'char bo'ldi chirog'im. Yigit qizning orqa tovdir ayna og'asi. Ay befarzandning vayrondir bo'sag'asi. To'ndi suluv ko'rsatar jengi bilan jog'asi. O'ylab zor qoqshayman dunyoda. Xudoy dunyoga agar o'lsam mol dunyomning yo'qdir egasi. Ay nomard odam qaytib martni suyadi. Yolg'onchi dunyoga qanday odam to'yadi. O'ylab zor qolshayman dunyoda. Xudoy farzand desam yuraklarim kuyadi. Ana shunday Eshon bobosi podshoning oldiga kelib, gapga ulab peshanasidan silab. Xudodan umr tilab, podshoyi begim xonim davranim. Lekin rahmat. Mana bulam dedi, menim Allohning dedi bandasi, sen ham Allohning bandasi dedi. Lekin biroz sababchi bo'ladi dedi. Mana meni sababchi qilib chaqirgan ekansan, ko'nglinga yuragingga Alloh yozgan ekan. Senday poshsham mening kelarimda yaxshi nasihatlarimni sezgan ekan. Mana oldiga keldim, chaqirdim hurmatingga dedi. Bulam Allohga tavakkal qildim dedi. Har bir ishda Allohga tavakkal qil degan ekan dedi. Hammayli bo'lgancha senga bir maslahat berayin. Deb shunda haliga piri Appa xo'ja gapga ulab, oyoqni yerga tirab, podshoga qarab, yuragidan qasirab, ko'zini yoshtirib, shunday qilsam Alloh senga farzand beradi deb ikkovi so'zlab turgan ekanda.
farzandga bo'lar ekan qiyomat. Do'sti o'l, dushmanga qilma xiyonat. 5 kundir yana o'tar ekan omonat. Ay niyat bilan chaqirim sana, ay paringni botamay, ay quloq solsam aytay bitta nasihat. Davron sürsün de, Xudoy bersin yesan aman yursin de, her bir banda yüz yaşlarga kirsin de, ümit bilan meni bugun chaqirding bolama, Xudoy jonima senga bersin de. Xudoyimdan bo'lsin doim adalat, odamzodni bosmasin falokat. Har bir ishda doim bo'lsin g'ayrat, Xudoyimdan belga bo'lsin barakat. Ay Makka Madinani bolam qilgan ziyorat, shunday qilsam Xudo farzand bergaydir. Qayg'ir degan qushlar turar qiyada, Molla to'rg'ay tinchasin uyada. Davran surgunda 5 kun dunyoda. Ay Madinani bolam ziyorat qil piyoda, shunday qilsang Xudo farzand bergaydir. Xudo taolo o'ng'arsında ishingni, to'ylar qilib elga bergina oshingni. Aymaginday nomardlarga boshingni, mard bo'lsang o'ng'arar Xudo ishingni. Bomdod namozda ko'zdan to'kin yoshingni, Xudo desang senga farzand bergaydir. Düşmanına oy vergin, köpkarida qo'y bergin, sozandaga noy bergin. Xudoy jonim ol qulim deb farzand bersin-da, nasib bo'lsa sangarga to'y bergin. Baraka bo'ladi choyda, buzilmasin qonun qo'yda. Qo'shiq aytay, Abdurashidday yigitlar aytay qayda qayda. Ay mening amakim keldi, voy qabilmoqchi keldi-da. Hayara qo'shiq aytib do'stlara qabatidan qo'rayla. Ay baxtam jonim kelibdi, endi navbat berayla. Bir xil rahbarlar idaraga yetib qoldi, bir piyola choy ko'z qarayar sürmeden, ko'ylak kirayli birmadan. Nişan yelgan teyzimda, osmanның quyoshları, yanayam o'ngarilsin aslan jonim ishlari. Ay qalay temirdan keldi dayarashtir sinfdoshlari. Amaliyatı bir xili faizda yetib kelayotir do'stlar. Mana navbat ustoz, büyük boshi, qodir boshi ustozning
farzandi. Mana farzandlarning ichida ham eng ilg'ori yoshlar ichida ilg'ori Bahramjon kelib turibdi do'stlar. Alpamishday arbonglab yo'lda yerda turibdi. Mana navbatni kutayotir. Ana soatga qarang, soat ham 8 dan 9 ga yetayotir. Bahramjon hozir jo'shib oysin, Tog'ay Temirdan kelgan muxlislar kutayotir. Bir